Assalomu alaykum, paradishni muziki, dastoyni muziki, O'zbekiston. Sizlarga bir noxush xabar desam ham bo'ladi. 11-chi urush qilishim kerak edi. Shu atmen bo'ldi, 11-chi bora olmadim. Nimaga bora olmadim? Mening rekordim yo'q MMAga. Menga debyut jangchi top berisha olmadi. Topildi, atkaz bo'ldi. Res qila olmadi. Men har doim podgotovkani uddar qilgandim, tayyor edim. Rekordim bir 2 tami yo 3 ta bo'lsa edi, topilishi oson bo'lardi. Shunaqa sabablarga ko'ra bora olmadim. Meni jangimni kutgan, jangi qachon bo'ladi, paddishka beramiz. Biza borib ko'rmoqchi edik degan bolalar, inshaalloh shoshilmanglar. Har oy bo'ladi. Keyingi oy topilsa, ya'ni kelayotgan oyga topilsa, men tayyorman. Любой moment uyqudan shunday uxlayotgan vaqtim ham shunday uyg'onib urush qilar ekansan, hozir desa shunday turib urush qilaveramiz, короче. Bizga zadniy yo'q. Bilasizlar, gala dastoyni bolalar zo'r akalarim bilan birga jang qilib, Humo Arenaga birgalikda jang qilib sizlarga O'zbekistonni qanaqa dastoyni bolalarini ko'rsatmoqchi edik hammamiz. Ular meni nomimdan ular ham qattiq, meni o'rnimga qattiq, mana abbakam urush qiladi, yaxshi bolalar urush qiladi. Ularni boylarini borib ko'ringlar, janglar qattiq jang bo'ladi. Inshaalloh paddishkan qilinglar. Sizlarning paddishkalaringiz nomuvon. Dunyo bo'yicha O'zbekiston paddishka juda kuchli. Любой davlat чувство qilyapti. Kommentariyaga kirib yozganlari ham bo'ldi. Qayerga qarasam O'zbekiston bayrog'i deyapti. Sizlarning paddishkalari to'xtamanglar. Biza jang qilib, jangni ko'rsatib charchamaymiz. Mana bu davlatlarga, Tailand degan shaharlarga kelib, O'zbekiston bayrog'ini ko'rsatib, ko'tarib qilishga hali bizda dagansa inshaalloh period qilamiz. Nima deydi? Destva qilamiz. Sizlarga katta rahmat. Ranjidim, borib jang qilish juda xohladim. O'zimni paddishkamni, O'zbekistonni qarab turgan joyga, O'zbekiston ko'rib turgan joyga paddishkasini yonga bayroq ko'tarib, inshaalloh jinni boy qilmoqchi edim. Juda ham hamma niyati bo'ladi-ki, juda qattiq boy qilmoqchi edim. Borki, ko'rgan kishi chuvsuva qilib yorsin deb. Qanaqadir shoumenlar, qaysidir MMA o'yin qiluvchilar, o'yinchilar chiqib nimadirlar qilyapti-ki, ularni emas, ular dastoyni bayslar ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Qanday dastoyni bolalar urush qiladi bu yerga deb. Inshaalloh Allohning aytgani bo'ladi. Nima demoqchiman? Alloh xayrlisini beradi. Inshaalloh keyingi oyga любой payt tayyormiz. Aytolmay, qaysi payt urushasan desa, shuni urushga ketaveramiz. Bir hafta, 5 ta, 6 ta ham jang qilaylik. Odamlarga o'xshab 4 oy, 5 oy, 6 oyga bir emas. Farqi yo'q. Inshaalloh O'zbekistonning paddishkasi sizlar paddishka qilib tursanglar bo'ldi. Yaxshiligi ko'rishaylik, to'xtab qolmanglar. Inshaalloh ko'rishamiz.